Yurti tinch, ko'ngli xotirjam xalq dunyodagi eng baxtli xalq. Xalqimiz ana shunday baxt sohibi. Birgina Andijon viloyatiga nazar tashlaymiz. Marhamat tumaniga kelganimizda esa Yunusali G'oziyev xonadonini chetlab o'ta olmadik. Sababi bu odam 70 yoshdan oshgan bo'lishiga qaramay o'z qo'l mehnati bilan oddiy daraxtlardan mo'jiza yaratgan. Endi qizim mash ko'rib turgan shu zovur arig'imiz shu mahallani shu yerlarda zakini tortadigan, zak tortadigan ariq. Demak, u yog'i 5 metr, bu yog'i 5 metr ekskavator kirib tozalaydigan joyni men tozalab, pokiza qilib, manaqa gullar ekib, mevalar ekib, obod qilib turibman-da qizim. Mahallaning o'rtasi, o'quvchilar keladi, qari odamlar keladi, noma'lum shunaqa dorvosdaga shunaqa dor maktabi qilibdi, bog' qilibdi degan eshitganlar kelishyapti. Ana mehnat qilsa bo'lar ekan-ku, obod bo'lar ekan-ku. Ana o'zing guvohsan, ko'rgin bunday ana joylarni. Bu joyi qachon boshlagansiz obodonlashtirish? Endi o'zing ko'ryapsan, bu daraxt bir yilda bo'lib qolmas ekan-da. Daraxtni ekish kerak ekan, bugish kerak ekan, oshiqcha joylarini qirqish kerak. Ana endi kamida bir mana mustaqilligimizga 23 yil bo'lgan bo'lsa, 23 yil bo'ldi-da mana shu daraxtlarga. Ana shotut. Shotutni ichiga 20 kishi o'tirib gaplashib o'tiradigan, bir suhbatlashib o'tiradigan joy qildim qizim. O'zing mana guvohsan-da. Daraxt bir yilda bo'lib qolmadi. Unga sabr qanoat ketdi. Bu bog'ni tomosha qilib, to'g'risi qoyil qoldik. Mana o behi daraxti. Behi daraxti 5 marta kesdim, kallik urib. Ana endi shunchalik bunday yozilib, bunga ham bir shaxmat o'ynaydigan, shashka o'ynaydigan bir 6 kishilik, 4 kishilik joy qilaman. Butun umrini dorbozlikka bag'ishlagan otaxonning kelgusi rejalari ham katta. Bu ariqda bir tomoni sport maydonchasi qildim, dorim tikilib. Endi mana bu tomonni sal tinchroq uchun bir dam olgani kelib, aytib o'yin kulgi hordirib chiqqanda narigi tomonda jinday shaxmat, shashka olib miyasini dam oltirib bolalarga salqin joylar qilib qo'yganman. Hozirda dorboz qahramonimiz kasbini farzandlari davom ettiradi. Bog'da dor yo'li ham qurilgan. Bu yerga kelgan bolajonlar dorboz sifatida o'zlarini sinab ko'rishlari mumkin. Endi men o'zing mana qizim ko'rding, qishloqning o'rtasida turaman. Men dorvoz bo'lib, sirkda bo'lib qariganimga dorvoz tog'a, sirkishtoga deb mahallamizdan o'quvchilar kiradi. Beri kelganki bolalar akrobat o'ynaydi, turnik o'ynaydi, sportga ham tennis o'ynaydi. Har xil mana muzika, kanne gidiyor, sunne gidiyor, dombra gidiyor. Dor desa hamma o'zbek milliy nimalari bor-da qizim. Shulardan bolalar bahramand bo'lsin deyman. Ana hozirgi qari sharoit aynan qizim. Ana bularga nevarangga o'rgatsang ham bo'ladi, chevarangga o'rgatsang ham bo'ladi. Agar senda maqsad bir zamonga ergashish, zamondan orqada qolmaslik bo'lsa, hamma sharoit bor. Mana prezidentimiz mustaqillikka kim hunar qilsang ham halol qilib, pokiza qilib, obod qil deyapti-ku. Demak, shunga hammamiz harakat qilishimiz kerak. Yunusali G'oziyev hech ham bo'sh o'tirmaydi. Yoshlarga bir o'rnak bo'lsin deya qish kunlari u mana bunday asbob anjomlar yasab, kichik bir muzey ham tashkil etgan.
Marhamat andijonliklarning sevimli maskaniga aylangan. Bu yer dam olish joylari bilan birga tarixiy obidalarga boy. So'lim tabiati bilan mashhur bo'lgan Mingtepa tarixiy yodgorligiga kelganimizda kech tushib qoldi. 42 gektar maydonni egallagan Mingtepa eramizdan avvalgi 2-asrda Ershi shahri deb atalgan. O'sha paytda shahar uchqur otlari bilan dunyoga mashhur edi. Mana bu tepalikda shahar markazi joylashgan edi. Tepalik arxeologlar tomonidan hali to'liq o'rganilmagan. U qanchadan-qancha sir asrorlarni o'zida saqlab kelmoqda. Mingtepa haqidagi to'liq ma'lumotlar bilan marhamatda barpo etilgan ma'naviyat bog'ida tanishish mumkin. Shu yerda o'quv markazi ham tashkil etilgan bo'lib, yoshlarga xorijiy tillar va axborot kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha mashg'ulotlar o'tkaziladi. E'tiborlisi, bu yerda tahsil olgan yoshlar xorijiy universitetlarda o'qish imkoniyatini qo'lga kiritmoqda. Great opportunities provided by our country has shown its results already. I think using such kind of priceless opportunities is the duty of all our youngers. Davlatimiz tomonidan biz yoshlarga qaratilayotgan ulkan e'tibor va yuksak imkoniyatlar o'z samarasini berib kelmoqda. Shu kabi imkoniyatlardan unumli foydalanib, ko'plab iqtidorli tengdoshlarimiz o'z sohalarida yuqori natijalarga erishmoqda. Shu kabi imkoniyatlardan men ham unumli foydalanib, ko'p sohalarda yutuqlarga erishdim. Ba'zi bir chet tillarimni mukammal o'rgandim. Kompyuter texnologiyalariga qiziqishim va chuqurroq egallaganligim sababli bir nechta dasturlarni o'zbek tiliga tarjima qildim. Bir nechta dasturlarni mukammallashtirdim. Kelajakda men O'zbekistonga axborot texnologiyalari sohasida ko'plab yangiliklarni olib kelishni maqsad qilib qo'yganman. Mustaqilligimizning 23-yillik bayrami menga qo'shaloq bo'lib keldi. Chunki men bu yili internet orqali Yaponiyadagi xalqaro universitetga imtihondan o'tdim. Tushishi bilan Andijon o'zgacha qiyofa kasb etadi. Zamonaviy binolar, so'lim xiyobonlar, chiroq nurlarga burkanib, shahar yanada maftunkor go'shaga aylanadi. Xalqimiz to'q va farovon, shod-xurramlikda hayot kechirmoqda. Ota-onalar farzandlaridan ko'ngli xotirjam. Yoshlarimiz buyuk maqsadlar sari olg'a intilmoqda. Osmonimiz musaffo. Bularning barchasi albatta yurtimizdagi tinchlik va xotirjamlikdan dalolatdir. Bunday muqaddas vatanimiz yagona.